Xayrli kech qizlar hammaga. Bugun yana bir nechta narsalarimiz yetib kelgan. Hozir bir boshdan obzor qilib beraman. Sheikta feromonli atridan kelgan qizlar. Buni Rossiyada ham ko'p sotaman, bilasizlarmi qizlar? Faqat yaxshi odzivlar, zo'r odzivlar olaman keyin juda ham xursand bo'ladi klientlar. Sababi hidi rosa ham приятный buni. 4 faslda ham sepib yursangiz bo'laveradigan hid. Keyin bu haqiqatan feromon kuchini ko'rsatgan. Honey Girl o'zi ham rosa ham hidi приятный, rosa ham zo'r. Bitta klientkam olib sepadida gap kami yoki biror bir partiyaga boradigan bo'lsa, darrov kamida 4 ta zakaz qiladi. Ferzopa, haligindan yana 4 ta topib bering, bo'ldi. Palonchiga, pistonchiga dedi, o'sha ketaveradi. Shuning uchun sepib ko'rmaganlar bo'lsa tavsiya qilaman qizlar, sepib ko'ringlar, rosa ham shirin, rosa ham shirin. Keyin mana bu Moskva 2 dan kelgan, bu birov zakazi qizlar, buni egasi bor, sevaverik. Buni tortilgani ham bor. 10 ml da tortilgani ham bor, qizlar 2 dona qolgan. Bu butuni, xuddi shuni tortilgan holatidan bor. Endi diffuzerlar kelgan, Sheikda My Way hidini yaxshi ko'radiganlar rosa ko'p qizlar. Ataylabdan shu My Way hididan zakaz qilganman. Diffuzer zo'r va shi hidi hamma yoq tutib ketadi. Ichida cho'pchalari bor, hisob qo'ysangiz, anchaga yetadi, ham gram ob'yom katta. My Way'dikidan bor, Victoria's Secret'da Bombshell'dan bor. Bombshell'ni yoqtirmagan odam bo'lmasa kerak qizlar. Juda ham nежный, hozirgi yozga juda ham холодный hid. Hammaga ma'qul kelaveradigan hid, juda ham nежный. Qayga bo'lsa ham qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Bundan keldi. Keyin qizlar Xitoy brend O2O narsalari. Mana meni kanalimda bu yangilik, hali umuman onlayn do'konimda sotib ko'rmaganman bu brendni. Juda ko'p ko'rardim lekin Xitoy saytlarida. Xitoyda o'zini brendi bu qizlar. Byudjetli bo'lsin, ham sifatli bo'lsin degan qizlar uchun zo'r narsa. Buni ham tonalkasi bor, ham primeri, ham pomadasidan kelgan. Nabor qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Tonalkani yotib berishi plotniy qizlar, tekis yotib beradi, dog'larni yopadi. Turib beradi, fiksatsiya bo'lib, o'zi shunday qo'yganingizda qotadi, Katalinaga o'xshab. Buni mana primeridan kelgan, o'zini bazasi bilan ishlatsangiz, yana ham zo'r yotadi tonalka. Primeri ham juda ham sifatli ishlangan. Keyin pomadalardan kelgan, tur-turiga kelgan pomadalarni hadovoy ranglardan zakaz qilganman. Qaysi ranglar ekanligini kanalga, Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman qizlar, zakaz qilaverasizlar. Keyin shampun probniklar kelgan qizlar, bular sotiladi, donasi 5000 dan. Daingi Mori degan rosa ham zo'r brend bor. Doim shu firmaning narsalarini sotaman. Shampunni birinchi ishlatib ko'ray, keyin olaman deydigan qizlar uchun mana probnik avval ishlatib ko'ring. Yo'qsa, yana zakaz berib, shuni kattasida olsangiz bo'laveradi. Karboksi terapiyadan qizlar kelgan, mana juda ko'pchilik so'ragandi karboksidan. Karboksi nima uchun kerak? Bilmaganlar, umuman ishlatmaganlar bo'lsa tushuntiraman. Karboksi yuzda epidermis qavatigacha kirib, kislorod bilan ta'minlab berish uchun kerak. Yuzni полностью чистка qilib berish uchun kerak. Yuzni yangilab berish uchun kerak qizlar. Hamma narsa uchun ishlaydi karboksi. Dog'mi, ugri deymizmi, bir qator чистка qilish kerakmi, xiralik bormi, hammasi uchun ishlaydi karboksi. Ichida bilasizlar, buni otishim shart emas. Shpritslari maskasi bo'ladi. Ko'pchilik bitta shprits menga ko'plik qilyapti dedida, ikkita maska bilan oladi. Ya'ni shprits 2 ga bo'lib ishlatadi. Lekin aslida qoidasi bo'yicha bitta shprits to'liq o'sha yuz bilan bo'yinga chiqarilishi ko'rsatilgan. Kompaniyani o'zini yo'riqnomasida shunaqa narsa ko'rsatilgan. O'zingiz xohishingizga qarab ishlatsangiz bo'laveradi. Bundan keldi qizlar. Massaj yog' zakaz qilishgan edi, mana keldi. Bundan bitta klientim bor, doimiy ishlatadi qizlar. Bu massaj yog'i tabiiy organik, mana 100% argan yog' deb yozilgan, Koreya mahsuloti. Yonida kichkinagina probnigi ham bor. Qizlar rosa ham zo'r bu. Qo'lingizni quritib yormaydi, tanani quritib yormaydi, allergiya toshirmaydi. Rosa ham zo'r. Massaj bilan shug'ullanadiganlar uchun eng zo'r ideya. Ayniqsa bolalaringizni massaj qilasizlar mana yoki turmush o'rtog'ingizni massaj qilasiz, zo'r narsa sizga. Mana bu geldriya dushimizdan qolmaganida katta ob'yomli geldriya dushlar so'raydiganlar ko'p. Oilaviy ishlatadiganlar uchun zo'r narsa-da bu. Bundan keldi qizlar, 1 kilo 200 gram o'zi ham. Katta oilalar uchun zo'r narsa.
elastikodan qora rang qolmagan edi, bundan zakaz qildim. Qolgan ranglaridan bor. Kapsula qolmagan edi qizlar. Umuman kapsula anchadan beri chiqmayotgandi. Koreyska kapsula keldi mana, yana olib olasizlar qizlar. Bu kapsulani juda ko'p sotaman. Mana 4 ta testdan o'tgan. Allergicheskiy testdan, mana chang testidan o'tgan, sintetik mahsulotlarga allergiyadan o'tgan, hamma testlardan o'tib bo'lgan. Bu koreyskiy mahsulot, rosa ham zo'r. Tarkibida taqiqlangan kimikatlar yo'q qizlar, rosa ham zo'r, ishonchli. Ishonchli, obyomi ham katta. Bundan ham keldi. Optimchi qizlar, olib sotsanglar bo'ladi. Mana bu katta obyomli shampun so'raganlarga, mana xuddi o'sha Daingi Mori brendiniki bu. Mana katta obyomli qizlar. Mana shunaqa shampun so'raydiganlar ko'p. Daingi Morini odatda men 500 ligidan sotaman. Bu mana 1 kiloligi. Katta oilalar bo'lsa shampun problema. Arzon shampunlar olib kelib ishlatgisi kelmaydi. Daingi Morin shampuniga o'rgangan klientkalarim umuman boshqa shampun ishlatishmaydi. Sababi haqiqatan sifati zo'r bu brendning narsalarini. Bir marta ishlatganingizdan keyin faqat shundan ishlataveradigan bo'lib qolasiz. Xuddi mana shuni mana 1 kilolik shampunlardan kelgan. Ko'k choyli bu qizlar, hamma sochga tushib ketaveradigan. Ko'k choyni bilasizlar, uspokояющий xususiyati bor, tinchlantiradi terini, ayniqsa bosh terisini. Rosa ham zo'r. Bundan ham keldi. Qizlar, bugun kelgan produktlar, mahsulotlarimiz mana shular. Hammasini narxlari bilan, opisaniyalari bilan Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman. Bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi.